Scarlett Johansson Batman 2 filmida suratga tushishi mumkin. Mishmishlarga qaraganda aktrisa hali aniq javob bermagan. Insiderlar taxminiga ko'ra unga yovuz personaj Fantazm roli taklif qilingan. Fantazm bu Batmanning sobiq sevgilisi va u boshidan ko'p og'ir kunlar o'tgani sabab anti-qahramonga aylangan. Fantazmning eng asosiy maqsadlaridan biri bu barcha jinoyatchilarni tag-tugi bilan qirib tashlash. Ushbu ro'yxatda esa hattoki Joker ham bor. Ikki boshi berk ko'cha o'rtasida qolgan Batman uchun ajoyib g'oya. Albatta ko'plab muxlislar yo'q, aktrisa hali qasoskorlar sirli jangchilar filmida yuz ko'rsatishi mumkin deyishlari ham mumkin. Ammo bir necha yil avval aktrisa va Marvel o'rtasida bo'lgan dahshatli sud ishlarini bir eslab ko'ring. Albatta bu hammasi hali taxmin, lekin agarda aktrisa Batman 2 filmida yuz ko'rsatadigan bo'lsa, boshqa qaytib Marvel filmlarida chiqmasligi ehtimoli kutilganidan-da yuqori bo'ladi. Jahon kino olamidagi eng so'nggi va eng qiziqarli yangiliklarni birinchilardan bo'lib kuzatish uchun biz Media Instagram kanaliga obuna bo'ling.